Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar va Moto Center kuzatuvchilar. Akalar, sizlar uchun birdaniga ikki xil turdagi materialimizni qisqacha obzor qilib beraman. Birinchi materialimiz Luang materialimiz akalar, samasual bo'ladi. 1 tonnaga cho'kishda bemalol ko'tara oladi. Oldin modellarni o'zing ko'rdilar akalarim. Akkumulyatori 80 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Miya motorlari 1800 vatli. Material samasual, bort razmeri 180 ga 130 lik qilib ishlangan. Old orqa balonlari 512 lik. Balonlarni o'zing ko'rish mumkin. Benzinli balonlardan qo'yilgan ekan. Risollari ham anchagina baquvvat qilib ishlangan. Endi bunisi material keladigan bo'lsa, bunisi materialimiz 1,5 tonnaga cho'kishda bemalol ko'tara oladi. Akkumulyatori 110 amperli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Miya motorlari 2500 vatli miya motorlar bilan jihozlangan. Risollarni o'zing ko'rish mumkin ekan. Yurish kilometri bemalol 150 kilometrgacha yura oladi. Yurish tezligi 70. Bunisi esa bemalol 80 km yuradi. Yurish tezligi esa bemalol 50 tezlikgacha bemalol chiqadi. Ikki xil materialimiz o'zing ko'rish mumkin akalarim. O'ta ham vidlari ham chiroyli qilib ishlangan. Balon razmerlari 512 lik, bort razmerlari 220 ga 140 qilib ishlangan. Akalar, bemalol pastki nomerlarga telefon qilish mumkin. Akalarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.